Nemis tilini kimda va qayerda o'rgangansiz? Yoki uchimlikchilarga tavsiya bera olasizmi? Mana bunaqa savollar juda ham ko'p keldi. Давайте man sizlarga qisqa va lo'nda qilib bitta video qilib chiqarib beraman. Nemis tilini o'rganayotgan vaqtimda почти 7 ta o'qituvchi menda bo'lgan. 8 bo'lib ketdi, 7 ta. Da, 7 ta o'qituvchi bo'lgan va 6 tasi to'g'ridan-to'g'ri menda o'zbek bo'lgan, bittasi rus bo'lgan. Menga asl nemis tilini yetkazib bergan va qiziqtira olgan bu mana shu oxirgi chet ellik, ya'ni o'zbek bo'lmagan rus o'qituvchisi bo'lgan. Va men sababini hozir sizga tushuntiraman. Tushuntirishdan oldin bitta fakt aytib o'tib ketaman. Bunday qaraganda o'quvchilarning turlari bor, bilasizmi? O'quvchilar ikki xil turga bo'linadi. Bu birinchisi, ya'ni grammatikaga moslashtirib, taqqoslab o'rganadigan o'quvchilar. Ot, sifat, son, xullas kalom. Bularga mana shunaqa o'rgatsangiz konkretni tushunadi. Ikkinchi tipdagilar bor. Ularga agar shunaqa o'rgating, bular qiziqish yo'qoladi, dars qilgisi kelmaydi, keyin ustoz tushuntira olmayapsiz deydi. Xullas kalom, bularga faqat tarjimasini aytishingiz kerak, u yog'ini o'quvchini o'zi olib ketadi. Bu ikkinchi tipdagi o'quvchilarning plus tarafi, birinchi tipdagi o'quvchilarga nisbatan tez fikrlaydi. Mana shu tarafi bor. Ya'ni siz birinchi o'rinda siz qaysi tipdagi o'quvchiga kirasiz? Ana shuni aniqlab oling. Nima uchun aytyapman? Men xitoy tili o'rganayotgan vaqtimda bitta xatoga yo'l qo'yganman. O'qituvchiga borganman, o'qituvchi menga dars o'tyapti, qarochi menga ot, sifat, son deyapti, men tushunmayapman. Qarab turman, kechirasiz, menga bu narsani tushuntirmang. Menga konkretni tarjimasini ayting, u yog'ini o'zim mana qilib olaman, tushunib olaman deyapman. Bunaqa yo'qdir ekan. O'qituvchi menga tushuntirib bera olmayapti, men aytayotgan metodda. Uni tushuntirish metodi aytayotganda birinchi tipdagi o'quvchilarning metodi edi. Shu vaqtda men xato qilganligimni o'sha vaqtda ham tushunmaganman. 2 oy o'qiganman ishonning o'sha o'qituvchida. Va 2 oydan keyin stop qilganman, chunki xitoy tiliga bo'lgan qiziqishim to'xtagan. Sababi meni qiyin narsadan, ya'ni o'zimga to'g'ri kelmagan metoddan olib ketgan. Va shunda bilganman, demak, meni o'rganish sistemam ikkinchi tipdagi o'quvchiga kiradi. Menga konkretni tarjimasini aytadigan, konkretni ma'nosini aytadigan xullas kalom o'qituvchi kerak ekan. Mana shuning uchun ham sizlarga maslahatim, tipingizni birinchi aniqlang, keyin o'qituvchiga boring. Bu degani siz agar ikkinchi tipdagi o'quvchi birinchi tipdagi o'rgatadigan o'qituvchiga borsa, motivatsiyasi, vaqtini yutqazadi, asabiylashadi, puli ketkazadi, xullas juda ham ko'p zarari bor. Ammo birinchi tipdagi o'quvchilar ikkinchi tipda o'rgatadigan o'qituvchiga borsa nima deydi? Dars o'yinchoqmi, nimaga darsni oddiy o'tyapsiz, nimaga menga buni qilmayapsiz? Xullas kalomchi ikki tarafdan ham men senga borib qolishim mumkin. Nima bo'ladi bilasizmi? Mana bunaqa narsa bor. Uchimlik sentrlarga borgan o'quvchilarni men tushunmayman. Hali yozishyapti ko'pchilik menga, men uchimlik sentrga bordim, shu o'qituvchiga bordim, menga umuman ta'siri bilinmadi. 5 oy o'qidim deydi. Hech nima tushunmadim deydi. Aytingman, qaysi uchimlik sentr nomligi sal anaqa nomi chiqqan, hozir juda ham reklama qilyapti sentrni. Reklamalari ko'p, o'quvchilarni unaqa qilaman, u yoq bu yoq deyishyapti, o'qituvchini ham ko'pchilik tanishadi, lekin o'sha o'qituvchi haqida menga jalba tushdi. Endi nima demoqchiman? Men bitta narsaga qiziqdim. Sizlar ajoyib ekansizlar, o'qituvchiga 6 oy, 5 oy borasizda, 5 oy o'qituvchiga faqat o'zini maqtaysizda o'qituvchini. Yana 5 oydan keyin o'qituvchi vaqt dars o'tishni bilmasdan menga foydasi tegmadi derkasiz. Raz foydasi tegmadi, yoqmadi, nimaga 5 oy qatnadingiz? Birinchi dars o'ziga keting, bormang, pulingizni, vaqtingizni ketkazasiz, yana u o'qituvchining orqasidan yomon gap tarqatsa sizga nima zarar? Men sizga aytayapman, o'qituvchi tanlashda birinchi tip, undan keyin o'zingizni, ya'ni o'qituvchiga to'g'ri keldingizmi yoki yo'qmi? Endi o'qituvchi o'zi aslida nima bo'ladi? O'qituvchi o'quvchiga yordami bormi? Dars o'rganishga, darajasi ko'tarishga ta'siri bormi degan narsasi kerak. Bitta fakt aytaman, o'qituvchi sizga просто направление beradi. U направленияni qabul qilish, tushunish bu o'zingizga bog'liq. O'qituvchi sizga osmondan olib paydo qilib tushuntirgan narsa emas, yoki-da sizni miyangizni ochib operatsiya qilib miyangizga solib qo'yadigan ham doktor emas. U просто направление beruvchi. Nimaga sizlar o'qituvchida ayb qidirasizlar? Nima emish u o'qituvchi dars o'tishni bilmaydi? Nima emish qiziqtirishi bilmaydi? Yoqmayaptimi, chiqib ket. Borma. Shuncha o'qituvchi turibdi. Iltimos, o'qituvchilarni yomonlamanglar. Hech kimning haqqi yo'q o'qituvchini yomonlashga. Bu narsa noto'g'ri. Siz bilmaysiz, hozir 16 yoshdirsiz, 17 yoshdirsiz, 14 yoshdirsiz. Bilmayman yoshingiz nechida. Siz kelajak nima bo'lishini bilmaysiz. Balki kelajakda siz o'qituvchi bo'lasiz. Tasavvur qiling, siz orqangizda bittasi kelib 6 oy o'qigan, sizga faqat anaqa qilgan, paxta urgan, yaxshilarga siz zo'r o'qituvchisiz deb maqtab turgan o'quvchingiz sizni orqangizdan qaqqa yomonlab kelyapti boshqa birovga. Hozir men zaprosni shuni ko'rsatsam-chi, juda ham ko'p odamlar o'qituvchilar haqida yomonlagan. Men prosta xafa bo'ldim. Buni men yoqlamayman, iltimos. Вот, именно. Menga chem o'zbek o'qituvchilaridan ko'ra chet ellik o'qituvchilarning bitta tarafi yoqadi. Ular shunaqangi chestni, anaqa paxta qo'yishni bilmaydi. Osmondan, tog'dan, bog'dan olib kelmaydi. Konkretni gapni aytadi. Menga nima degan? Xullas degan, agar hozir oxirida natija chiqmasa mendan ko'ra, men senga garantiya bermayman degan. Sababi u biladi, o'quvchida garantiya bormi yoki yo'qmi, olib keta oladimi yoki yo'qmi. Ana shu narsani aytgan. Bu o'qituvchi, ya'ni o'qituvchi tevasini sizlarga bitta ayting, u o'zingizga bog'liq. Agar sizda harakat, motivatsiya, qunt bo'lmasa-chi, o'qituvchi 1000 yaxshi dars o'tsin.
вообще zo'r dars o'tsin, ta'siri yo'q. Nimaga 30 ta odamga yordam bergan o'qituvchi bittasiga yordam bera olmasa, ta'sir qila olmasa, nimaga dars o'tishini bilmaydi, yomonlab ketasizlar. 30 ta odamga yordami tekkan odam nima dars o'tishini bilmaydi, bittasiga yordam tegmasa. Shuning uchun aytmoqchiman, menga o'qituvchilarni yomonlab chiqmaydi. Aytib qo'y, o'qituvchini hech kimning haqqi yo'q yomonlashga. O'qituvchi o'z-o'zidan o'qituvchi bo'lib qolmagan, u ham o'z vaqtida tunlari uxlamasdan dars qilgan. Ekzamenlarni topshirgan, sizdan ko'ra ko'p narsani ko'rib qo'ygan. Okay? Давайте, o'qituvchi tanlashda birinchi o'rinda tipingizni aniqlang. Keyin siz qaysi o'qituvchi sizga haqiqatan to'g'ri keldimi yoki yo'qmi, birinchi darsdan aniqlab oling. 6 oydan keyin aniqlab yomonlab ketmang.